inşallah. Bir günde Milli Bank Şavak Merkezimiz tamamından yürütücü azazlarımız için bir kanser kreditlere teklif komunikatı var. Şu adam üçüncü de yoksa öldürak kredi, avta kredi, terapiyalı yükseliş, eskal kreditlere, yeni start imkaniyet kreditlere için kreditlere belki yapmıyoruz. Bir günde kas kreditini alamamız elimizde. Demalar bize de hiç dostlar yok. Fakat bu telefonda olan az kadar nimelerimiz var. Bu da faaliyetiniz bilen. Şu avartınızdan gelip çıkıp kreditini veremez. Az bir günde mahalle dairəsində verdiğim esası kreditimiz 312. Prezidentimiz 312. karar boyunca belli ki yaptı. 312. kararda o hizmet gösterdiği işlep çıkarsa halsını yerler vaazantı düşen esası belli olan kreditlerimiz. Bir günde bu kreditimiz 7 yıl müddetli 3 yıl imtiyazları bilen belki adam. Yani 84 ay, 36 ay imtiyazlı müddeti var. Bunu alğanımızdan ki birinci məqsədi şu yaşlarını, işsiz olanların işlərin təminlikini təminləş, şu arkalı biznesiniz yine getiriş, işlep çıkar sahasında olsun, hizmet göstəriş sahasında olsun verdik ki yaptı. Bunu 100 milyon önce geri alsınız, alışlarınız mümkün. Yapmak mükemmeliyle 300 milyon önce sağlık olan halde alışınız mümkün. Bunu kreditler işte faizleri üst kesim. Merkez banklarına maliyyat stavkasına gelip çıkıp maliyyatçılarıyken yani bize tutmanın 3. Türkiye'ye geldiği için günün günde 20 faizden verip geri yapıyoruz. Bunlar ki İsmail şahslarımızın için mahallemizde imtiyazlı kreditlerimiz var. Bu riyal bir müddete 23 faizden 10 milyon gece halde özümüzü belirtken katlanma verleri. Bundan bir çıkan bunun ailelerle özün layık paketlerini yaratır. Sözünü birinci biznesin başlığa bağlı. Şuncuların özünün namı biznesiye birinci kadar da var. Şuna okşayan bir günde mahsulatlarımız belki yaptı. Şuna okşayan başka bir teklifleriniz, ya ki savallarınız, bank boyunca sizlerle bir kıyaylanan muammalarınız olsa böyle benim savallarını verişiniz mümkün. Şu aletimizi onun için taktılar. Eğer kredi bilen bağlı aletlerini alamanızda benim mahalle bankillerimiz hayal, kredi gerektiğinizde veremiz, hiç kanday dostlarımız yok. Məlumatlar? Az aytılgan 312 sonli qaror bo'yicha Prezidentning 2024-7 sentyabrda chiqqan bu tadbirkorlik faoliyatini shu kengaytirish uchun yoki boshlash uchun kamida 1 yil davomida faoliyat yuritib turgan tadbirkorlarga ijobiy kredit tarifine ega, qulog'iga ega bo'lgan yuridik shaxslarga ajratilgan kredit hisoblanadi. Bu 7 yil muddatda 3 yillik imtiyozlar bilan bizani Shavot rayonida 3-toifaga tushganligi sababli 21% stavkada beriladi. Bu 100 milyon so'mgacha garovsiz tarzda sug'urta kafilligi, fond kafilligi asosida beriladi. 300 milyon so'mgacha esa garov kredit miqdorining 125% miqdorida likvid garov ta'minoti asosida 300 milyon so'mgacha ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida kreditlar ajratiladi. Bu oilaviy tadbirkorlik bo'yicha dastur bo'yicha kredit olib turib, bir yil davomida imtiyozli namunali tarzda yapgan bo'lishi ko'rsatildi. Unda 1 yillik bir yıllık faoliyati talep kılınmıyor. Keyin bizde bu 1 yıl davomida ishlab turgan korxonalar bo'yicha ajratilgan kredit tarif bo'lsa, bundan başka toza açılan 1 yil bo'lmagan klientlar uchun ajratilgan kreditlarimiz ham bor. Bu yengil start yo'nalishi bo'yicha kreditlarimiz bu 300 milyon so'mgacha ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, savdo faoliyati bilan shug'ullanib turgan korxonalar uchun shug'ullanacak korxonalar uchun ajratiladi. Bu 3 yıl yoki 18 ay, aylanma uchun 18 ay muddatda, asosiy vosita sotib olish uchun esa 3 yil muddatda, ya'ni 36 ay muddatda ajratiladi. Bular 300 milyon so'mgacha yillik 25% stavkada ajratiladi. Kredit ta'minoti esa shu ko'cha transport vositasi ko'chmas mulk bo'ladi. Bunda обязательный garov ta'minoti olinadi shu kredit summasining 125% miqdorida. Shartnoma asosida pul o'tkazib berish yo'li bilan ajratiladi. Keyin bizda yana hozir kamroq summa bu garovsiz, ya'ni sug'urta kafilligi asosida beriladi. 50 million so'mgacha bu imkoniyat tarifimiz, yangilamiz. İşlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, savdo faoliyatlari bilan shug'ullanib turgan korxonalar ajratiladi. 50 million so'mgacha 18 oygacha aylanma uchun, 3 yilgacha asosiy vosita uchun beriladi. Imtiyozlari 3 oy, 6 oy hisoblanadi. Bu ham shu pul o'tkazish orqali shartnoma asosida qilinadi. Kredit summasi 125% miqdorida
şu kefillik esasında kullanıldı. Sizden hiç qanday garov talep kılınmıyor. Bundan tashqari shu o'zlarimizni o'yinroq kreditlarimiz, naqd pulda beradigan kreditlarimiz, taraqqiyot kabi yo'nalishlarda ajratilgan kreditlarimiz bor. Bular bo'yicha bir summalari 2 milliard masalan asosiy vosita olish uchun 48 oy 4 yil beriladi. Keyin aylanmalar uchun beriladiganlarimiz bor. Bular hammasi bu nelar 6 oydan beri obortlar turan korxonalar beradi. Masalan, o'yinroq naqd pulda beriladigan kreditlarimizdan bor. Bular hammasi shu hisoblardan aylanmasidan, balanslaridan kelib chiqib beriladigan kreditlarimiz. Keyin hozir eng hozir aytilgan biznesga birinchi qadam, bular jismoniy shaxslar ajratilgan kreditlarimiz bor. Biznesga birinchi qadam tadbirkorlikni endi boshqa bo'lib turgan fuqarolar uchun o'zini o'zi band etgan shaklda o'zi band etib ro'yxatdan o'tadi. 10 million so'mgacha 1,5 yilga 23% ajratiladi. Biznesga shu birinchi tadbirkorlikni boshlash uchun. Keyin ikki tadbirkor uni izidan shu 1 yil davomida shu faoliyat qilib turib normal kreditdan esa ikki tadbirkor ochib, ikki tadbirkor orqali yuridik shaxs ro'yxatdan o'tirib, shu orqali keyingi etaplarida kreditlarni berib borish namiz foizlarni berib beradi shu narsalarni. Savollar bo'ldi? Shu mavzu. Shular.